Korxona bu suratni osti qilishga bo'ladi. Ammo hargiz saxt qilishga bo'lmaydi. Ya'ni sifatni tushirishga bo'lmaydi. Hozir Germaniyada dunyoviy markadan 2300 dan ortiq dunyoviy marka bor. Bu markalarning ko'p qismi biz ilgari deb o'tgan Yingxingguanjun deymiz. Yoshirin chempion markalar. Ya'ni yoshirin chempion deganimiz siz bu markalarni tonimaysiz, ammo kasbiy odamlar taniydi. Hatto bir qismini siz kunda ishlatasiz, ammo buning dunyoviy marka ekanligini his qilib ketmaysiz. Masalan, tirnoq og'ish degandek yoki kichikkina bir mahsulotlar. Bu bir zavodning bir uşaq bir zapchast detali bo'lishi mumkin. Iqtisod fanlari doktori Dolqun Qodir muallimning korxonachilar va yosh eglik tikiluvchilarga qarata ochmoqchi bo'lgan 2025-yillik sistemalik darsiga qatnashishni xohlaydiganlar tövandagi unidorni qetib aloqalasangiz bo'ladi. Ammo mana shunday kichik mahsulotni Germaniyada nihoyatda sifatlik, yuqori sifat qilib yaxshilaydi. Buni mush kasbdagi odamlar to'liq e'tirof qiladi. Germaniya korxonalarining bir o'rtaq aloyidligi aldirab ketmaydi. Sifatni mangu birinchi o'rin qo'ydi. Germaniyada tuyuqsiz beyib ketadigan bunday korxonalar nihoyatda oz chiqadi. 100 necha yillik, 200 necha yillik korxonalar nihoyatda ko'p. Masalan, ko'pchilikka nihoyatda moda tuyg'u beradigan shu Adidas shirkatini olsaqmi, shumi 100 yil bo'lay deb qoldi. Germaniyaning bu jihatdagi aloyidligi bular cho'qim jiroqni ko'zlay oladi. Hozirgi bizning yerlik korxonalarimizdagi cho'ng bir masalami mushu. Men nurg'un korxonchilar bilan uchrashdim. Planni 20 yillik, 30 yillik qurgan korxonchilarni men nihoyat oz uchratdim. Amniyatda bu jahonda savdo qilish yoki ma'lum bir kasbni qilish uncholar tas emas. Faqat shuni uzoq vaqt sijil qilsaqla bo'ladi.